Salam do'stlar, sizlar mening Globus KG kanali. Agar siz bu kanalda birinchi joli bo'lib jassangiz, qizil podpisatsiya chizuvini bosib, yandagi qo'ng'iroqchani qo'sha bosib qo'yingizni unutmangiz. Bu siz uchun o'ta o'ng'ay, biz uchun ma'nili. Bosganingiz uchun rahmat. Salam do'stlar, sizlar mening qayradan Globus KG kanali. Men buradagi videomda u qatarga video chiqargan bo'lchimni. Videoda Odnoklassnik YouTube kanallarida qanday podpisatsiya etganimizni yaxshi tushunmay qoldik. Mana men o'sha videomda o'shani ko'rsatib beraman, qanday podpisatsiya etganini. Anjingiz sizlar Play Marketga kirib, bu qatarga deb yozib, o'shani usturovka qilib kirsangizlar, andan bunday qulayligini o'shani bosib kirasizlar. Kirgandan keyin Google akkauntingizga yozib, men opsiyaga ссылкасын qoldirib qo'yaman, o'sha ссылканы kirsangizlar, sizlarga bonus beriladi. Undan keyin bunday kirsangizlar, sizga zadaniyalar kirib, shu zadaniyalarda qilsangizlar, sizlarga ақша to'lab beradi. Sizlar menga podpisatsiya bos deb, shu podpisatsiyani bossam, mana zadaniyalar Nazima 9 rubl bor ekan, o'shani to'layozdan qancha qo'yadi. Videoda podpisatsiya bosish kerak bu kanalga. Sonra podpisatsiyani bosamiz. Ana so'ng podpisatsiya bo'ldi. Endi buni готово degan bosasizlar. Готовoni bossak, bizga keyin to'lab beradi. Zadaniyalar qayra-qayra kelib turadi. Kirgan sayin одно etsa bundan keyin bizga 0.30 rubl to'lab berdi. O'sha simal zadaniyalar polni qilsangizlar, dedim like bos deb videoga like bossak bizga to'lab beradi. Endi internet slabый bo'ldi. Like bosamiz. Endi готово bosamiz. Nega bu bizga 0.36 rubl to'lab berdi. Bizda oldi o'tadi. 24 rublda hozir 25.57 rubl bo'ldi. 25 rubl 57 kopeyka bo'ldi. Endi ushbu ақшаны men chiqarib, ondan so'ng boshqa akkaunt bilan sizlarga registratsiya bo'lib, qanday YouTube kanalga Odnoklassnikga podpisatsiya etganini ko'rsatib beramiz sizlarga. Onun uchun biz bu bot kreator Bundan keyin men chiqargan ақшалар bular bor. Bu botga kirib, bu yerda men Kiwiga chiqaraman. Kiwiga nomerimizni yozib Öz numaramı yazdım. 25 rubl 57 kopeyka çıkarıyorlar. Ondan sonra создать заявку degan basasizlar. Ваша заявка была принята deydi. Bunday do'stlar, men zaifkam ketdi. Endi
1-2 minutun aralığında düşedi. Men başka жаңылык turgazib bereyim çıkıca. Neydi? Hazır oturgan 25 rubl yetip kalganları burada targanlar hazır 12'si 2019. Ondan soň men hazır başka akkauntumdan çıkıp başka akkauntumda registratsiya kılıp turgazib berem sizlerge. Sizler Amerikadan kınıpga kalıp kirgenden keyin no registratsiya degen жерди basasызlar. Ondan soň bu жерге özüňizlerдин akkauntuňyzda жазасызlar. Google akkauntuňyzda, YouTube'da bolgan akkauntuňyzda жазасызlar. Men özüm akkauntumda yazamam. Sizlerge parol yazasızlar. Akkauntuňyzdaň parolini yazasızlar. Bu jerde qaytalap yazasızlar. Ondan soň у вас есть реферальный ссылка дегенге бассаңыздар. Bu жерге мен опцияга ссылка калтырып коем, ошол ссылканы копировать этип андан кийин жерге коебуз. Анын үчүн YouTube'ga kirебиz. İnternetim sahip olduk. Sizlerge men ссылка кылып койгом. Hazırkı videonun aslında ссылканы калтырып коем, ошол жерден копировать этип андан соң көрсөңүздөр болот. Мына ссылка деген жерди басабыз. Bu ссылка аркылуу кирсеңиздер деле болот. Ошол ссылканы бассаңыздар, сайттын ичиге кирет. Ошол жактан регистрация кылсаңыздар да болот. Ал өзүңүздөрдүн ишиңиздер. Андан соң мына опцияга подписка коюп я согласен дегенге подписка коебуз дагы. Регистрация деген басабыз. Email sesi bolğan üçün az başkasını yazabilirim. Bu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Dostlar, registratsiya bo'ldi. 0 dan boshlandi. Endi bu yerda lishniy kabinet deganga kirasizlar. Lekin endi shuncha задание bor. Barini подключать etishimiz kerak. Ya'ni lishniy kabinetga kirib, keyin yerga YouTube'dan подключать ekanini ko'rgansiz. YouTube'ga bosasizlar. Подключить обновить YouTube deganda bosasizlar. Bosgandan keyin bu yerda sizlarga akkaunt so'raydi. Dostlar, agar akkaunt ijozatlar bo'lmasa, shunchalik YouTube'dagi akkauntingizlar o'zi turib qoladi. Ondan so'ng o'shani bosasizlar. Boshqa akkaunt qilamiz desangizlar, cement akkaunt degan bo'lsangizlar, boshqa akkaunt подключать etasizlar. YouTube'dagi akkauntni подключать etsa bo'ladi. Bosamiz. YouTube'dagi akkauntim surati bo'lishi zarur. Yo'q bo'lsa o'sha suratini qo'yib turib, ondan so'ng podключать etasiz.